nima esib ketdi-da. Ertalab bo'ldi. Barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan Aziztur. Bugungi videoda biz nima qilamiz? Shu qishloqda yashaymiz. Hoy, Aziz. Seni mer chaqirayotgandi. Xo'p. Men qayerda? O'zini uyida kutayotgan ekan. Xo'p. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum. Aziz, yaxshimisan? Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Bilasan, Slovetto shaharga ketgandi 1 yilga. Shunga Slovettoni garajini ustaxonasini sen yuritib turishga nima deysan? Xo'p. Okey. Roziman. Xo'sh, ertadan ishga boshlaysan. Xo'p. Bo'pti. Hozir sizlarga qishloqni tanishtiraman. Mana bu boz tepasida bo'ladi. Mana yotoq bor. Endi boshqasini ko'rsataman. Mana bu skalat. Mana ichidagi narsalar. Assalomu alaykum obunachilar bilan. Obunachilar mana bunaqa qilsa ham bor. Mana bitta shuncha narsa bor. Peshka ham bor ekan. Mana bu yerda ovqatlar, ana bu xaltacha. Ichiga narsa solsa bo'ladigan bunda hech yo'q. Ustaxonaga boramiz endi. Obunachilar, ana ustaxonada mashinalar bor. O'zimga tupurmasa kerak. Tupurmaydi. Jitirab ketib qoldi. Ana ustaxona. Ichida hech narsa yo'q. Hozir men sizlarga mashinani ko'rsataman. Salom, Aziz. Salom. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Mana mashinamni sanda qanaqa plasmada. Mana. Oq rangda qilib ber mashinamni. Xo'p. Miyamni. Okey. Necha kunda tayyor bo'ladi? Ertaga. Ha, bo'pti. Xo'p. Obunachilar, hozir qilib beramiz. Bo'ldi, oppoq bo'ldi. Endi ertaga merga beramiz. Qirg'izda janob mer bizni qishloqdan haydash mumkin. Alo? Alo? Aziz, yaxshimisan? Ha, o'zingiz yaxshimisiz? Ana mashinamni o'zing uyimga olib kelib berasanmi tayyor bo'lsa? Ha, olib borib beraman. Ha, bo'pti. Unda men hozir uyimga borib yotaman. Pastaydi kravat. Mana bunachilar. Mana bitta bir narsa bor ekan. Bir narsa ketman. Bo'ldi obunachilar, yotamiz. Bo'ldi, yotdik. Endi ertalab tayyor bo'ladi degandek janob mer ham uzatgandi. Uyimga olib borib ber deb. Okey, unda. Hozir biz ustaxonaga boramiz. Ustaxona qatiydi. Ana ustaxona. Hozir boramiz. Salom jiydilar. Salom. Mana janob mer oq mashinasi. Endi men mashinalarni orqaga olish kerak. Bo'ldi, oldik. Endi janob mer mashinasini
o'ziga topshiraman. Hop, yo'q. Bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like va obunani bosish esdan chiqmasin. Hozir olib boramiz. Mana bitta ehtiyot bo'lib o'tish kerak. Mer qarasak, bizni qishloqdan haydash mumkin. Hozir janob merni chaqirib chiqamiz. Uyni yon orqasiga qo'yamiz mashinani. Gul bor ekan, gulga tegizmaymiz. Bo'ldi, qo'ydik. Endi janob merni chaqirib chiqamiz. Assalomu alaykum janob mer. Janob mer uxlab yotibdi. Janob mer! Yaxshi bo'lsa, aziz. Ha, yaxshiman. Nimaga keluvding? Mashinasi qilib oldim. Derazadan qarang. Mashinamni? Ha, derazadan qarang ana. Vau, zo'r chiqdi. Ko'chaga chiqib qarayman. Xo'p. Vau, zo'r chiqdi-ku. Magazinda nima olsak bo'ladi? Arzimaydi. Endi yana ish bo'lsa bemalol so'ravering. Aziz. Ha? Xo'sh, men 2-3 kunga boshqa joyga safarga ketayotgandim. Unga o'rnimga sen men bo'lishga rozimisan? Nimaga? Sen qishloqda boshqarib mer bo'lib turasan 2-3 kunga. Xo'p. Bo'pti. Meni uyimda emas, o'zingni uyingda yashaysan. Xo'p. O'qi. Ana birinchi uy. Janob mer ham ketdi. Endi esa biz uyga kiramiz va kompyuterda ishlaymiz. Nimaga o'tib bo'lgan? Bo'ldi. Bo'ldi, ishlaymiz. Bo'ldi, obunachilar. Sandiqda shuncha narsa bor. Shu joyda video tugadi. Hammaga xayr.